Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zidan keyin keladigan ummatga siz bilan bizga rahim qildi va siz bilan bizni u zot ko'rishlikni xohladi. Rasululloh aytadilar, Imom Muslimdan bu hadis: "Vadittu anna qad ra'ayna ikhwanana." Birodarlarimizni ko'rishni orzu qildim dedi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, biz sizni birodarlaringiz emasmizmi?" Payg'ambarimiz aytdilar, "Antum ashabi." Sizlar meni sahobalarimsizlar. Meni ashoblarim keyin keladi. Siz bilan bizni ko'rishlikka mushtoq bo'ldi Rasululloh. Siz bilan bizni yaxshi ko'rar edi. Shuning uchun shunday bir yo'l ustiga qoldirib ketdiki, bu yo'ldan adashishlik mumkin emas. Imom Muslimdan keltirilgan bitta hadisni o'qiymiz. Har bitta payg'ambar o'zining ummatiga rahm shafqatli bo'lgan. Ammo Rasulullohning rahmi shafqati bizga cheksiz bo'lgan. Rasulullohning bizga bo'lgan muhabbatini qanchalik bo'lganligini bilishimiz uchun Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisni o'qiymiz, shu bilan nihoyalaymiz. Abdulloh ibn Amr ibn al-As aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'ondan Ibrohim alayhisalom haqidagi oyatni o'qidi. Robbi innahunna azlanna kaseeran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni va man asani fa innaka g'afurur rahim. Ibrohim alayhisalom aytayapti: Parvardigorim, u butlar ko'pdan ko'p odamlarni yo'ldan ozdirdilar. Bas kim menga ergashsa, ana o'sha mendandir, ya'ni meni dinimdan. Kim menga osilik qilsa, albatta sen G'afurur Rahim bo'lgan zotsan. O'zlari nari qilyapti. Kim ergashgan bo'lsa mendan, kim menga quloq solmagan bo'lsa o'zing bilasan. Tushunaliga? Menga ergashganlar meni dinimda, menga ergashmasini isyon qilganlar o'zing bilasan. G'afurur Rahimsan. Iso alayhisalom haqidagi oyatni o'qidi. In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk va in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Iso alayhisalom aytdi: Agar ularni azoblasang, ular sening ojiz bandalaring, ixtiyoriy. Azoblayman desang, bandang ular hech narsa qila olmaydi. Agar ularni mag'firat qilsang, albatta sen o'zing qudrat va hikmat egasidirsan. Endi Muhammad alayhisalomchi? Mana shu ikkala oyatni o'qidida qo'lini ko'tarib turib, Allohumma ummati, Parvardigor ummatim dedi, yig'lab yubordi. Alloh azza va jalla Jabroil alayhisalomni Muhammadning oldiga bor. Uni nima yig'latdi? So'rab bilib keldi. Alloh biladi payg'ambarimiz nimani o'ylab yig'laganini. Jabroil alayhisalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radi. Rasululloh xabarini berdi. Jibril alayhisalom payg'ambarimizning so'zini Alloh yetkazdi. Diqqat qilinglar. Eshitinglar siz bilan bizga bashoratki, bunday rahim shafqat otangizdan ham, onangizdan ham topilmaydi. Hatto o'zingizga joningizga bunchalik shafqat qila olmaysiz. Alloh taolo aytdi: Ya Jibril, izhab ila Muhammad faqul inna sanurzika fi ummatik va la nasuk. Ey Jibril, Muhammadning oldiga boring. Unga ayting: Albatta biz sizni ummatingiz ishida rozi qilamiz. Biz sizni ummatingizning ishida rozi qilamiz, sizga yomonlik qilmaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatim deb turib ajratmayapti. Itoat qilganlar unday, itoat qilmaganlar bunday demayapti. Ummatim deb umumiy aytayapti. Itoatdagisi bor, isyondagisi bor, ibodatdagisi bor, gunohdagisi bor, lekin la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan ummatini Allohdan so'rab ummatim deyapti. Shunda Alloh taolo va'da qilyapti, sizni ummatingizning ishida sizni xafa qilmaymiz. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duosi bilan siz bilan bizni mag'firat qilishini umid qilamiz. Parvardigoro, ey Muhammad, biz sizni faqat olamlarga rahmat qilib yubordik degan paytingda naqadar haq so'zlagansan. Alloh azza va jalla payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning haqiqiy ummati bo'lishlikka hammamizni nasib qilsin. Va mana shu Rasulullohning so'ragan duosini ostiga siz bilan bizni kirishligimizni Alloh taolo muvaffaq qilgan bo'lsin.